Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida futbolni rivojlantirishga avvaldan zamin bor edi. Milliy chempionatimizga asos solingunga qadar Yoshchilar shaharchasining vakil jamoasi Sobiq ittifoq chempionati 2-ligasi, O'zbekiston kasb uyushmalari jismoniy tarbiya jamoalari respublika birinchiligida qatnashib kelgan. 1980-yillar boshida ulg'ayib borayotgan yosh shaharning mehnatsevar yoshlari futbol jamoasini tuzish tashabbusi bilan chiqdilar. Muborak texnologik transport va maxsus texnikalar korxonasining rahbari Bahrom Vafoyevning harakatlari tufayli 1982-yili futbol jamoasiga asos solindi. Birinchi mavsumda katta maqsadlarni ko'zlagan futbolchilar viloyat birinchiligida muvaffaqiyat qozonib, respublika birinchiligiga yo'llanma olishdi. Shu yillarda aynan Bahrom Vafoyevning tashabbusi Muborak gazni qayta ishlash zavodi, Muborak gaz ishlab chiqarish boshqarmasi va boshqa homiylar ko'magi hamda hashar yo'li bilan shahar markazida stadion qurib bitkazildi. Ushbu stadion ayni paytda aynan Bahrom Vafoyev xotirasi uchun uning nomi bilan ataladi. O'z bag'riga 15 ming tomoshabinni joylay oladigan Bahrom Vafoyev nomidagi markaziy o'yingohda Oliy Ligada to'p surayotgan Mash'al futbol klubi jamoasi o'z uchrashuvlarini o'tkazadi. Mash'al klub markaziy stadioni asosiy jamoa futbolchilari va murabbiylari yashaydigan futbolchilar uyi, stadion elektron tablosi, rasmiy o'yinlarni o'tkazish uchun futbolchilar va hakamlar uchun kiyinish, yuvinish, tibbiy yordam ko'rsatish, doping nazorat xonasi va jurnalistlar uchun press konferensiya xonalari qayta ta'mirlanib, oxirgi talablarga mos ravishda jihozlandi. Mash'al futbol klubi o'tgan davr mobaynida o'z infratuzilmasini sezilarli darajada yaxshilashga erishdi. 2006-yilda mavjud futbol akademiyasi mukammal holatga keltirildi va zamonaviy ravishda jihozlanib, barcha qulay sharoitlar yaratib berildi. 2008-yilda Mash'al futbol klubiga tegishli hududda O'zbekistonda birinchi bo'lib sun'iy qoplamali futbol maydonlari tashkil etildi. Bolalar va o'smirlar futboliga bo'lgan kuchli e'tiborning yorqin natijasi sifatida O'zbekiston milliy jamoasi o'yinchilari Eldor Shomurodov, Otabek Shukurov, O'tkirbek Yusupov, Farruh Sayfiyev, Nurdin Aliqulov Mash'al futbol maktabi tarbiyalovchilaridir.